Xaridingizdan minnatdorman. Bu buyum mehmonlarni lol qoldira oladi. Xonim, faqat o'sha yigitning gaplariga ishondim deya ko'rmang. Dadam ham 23 yoshimda xavfga uchrashimni aytgandi. Nahotki bugun bo'lsa? Xiaoxia, negadir ko'nglim notinch. Ketishdan avval biroz kutib turamiz. Ko'rdingizmi xonim? 10 daqiqadan beri o'tiribmiz, hech nima bo'lgani yo'q. Endi mehmonxonaga shoshilishimiz kerak. Bugun janobning tug'ilgan kuni, tayyorgarlik ko'rish kerak. Xiao Vaner, shunchalik ham ishonuvchan bo'lasanmi? Bitta yigitga ishonib o'tiribsan, ha? Xonim, anavi yigit aytgan gaplari rost ekan. Agar uni gaplariga kirmay mashinaga o'tirganimda, hozir katta yo'lda allaqachon portlab ketgan bo'lardim. Mashina qattiq portladi. Tirik qolishning iloji yo'q. Xiao xonim, buni unutibsiz, olib keting. Bu bizniki emas. Menimcha buni anavi yigit qoldirgan. Suchen nomiga rasmiylashtirilgan. Ahvoli og'ir ekan. Mingin kasalxonasi. Bu bizni kompaniyani kasalxonasi. Hoziroq o'sha yerga boramiz. 10 daqiqa ichida o'sha yigit haqida hamma narsani bilishni xohlayman. Agar 100 mingdan ortiq pulingiz bo'lsa ham, jonlantirish bo'limini har kuni 100 ming degani. Uning uchun men to'layman. Sen yana kimsan? Xiao xonim. Kasalxona direktori sizsiz-a? Ha? 10 yildan beri bu yerda. Jim bo'l. Shu ondan boshlab kasalxona direktori sen emassan. Siz ham ishdan bo'shadingiz. Xiao kompaniyasi ikkingizni ham sudga beradi. Ishingizga mas'uliyatsiz bo'lganingiz uchun. Xian Xiuweining onasi eng yaxshi VIP-xonaga yotqizilsin. Unga eng yaxshi shifokorlar qarasin. Nimaiki bo'lmasin, uni hayotini qutqarib qoling. Bo'ladi. Nima? Bu yana kim bo'ldi? Yang Shang sen bo'lsang kerak. Suchenni sobiq rafiqasi. Ko'zi ko'r ahmoq. Sen kimsan o'zi? Nega menga bunday muomala qilyapsan? Bu Xiao xonim, rahbariyatdan ularga ortiqcha gapirib o'tirma. O'zimni tanishtiray. Ismim Xiao Vaner. Xiao kompaniyasining ijrochi direktoriman. Bundan tashqari, Suchenning bo'lajak rafiqasi. Bo'lishi mumkin emas. Suchen, shu gaplar rostmi? Shuning uchun ham aytayapman-da. Ko'zing ko'r ekan, shunday yaxshi erni qadriga yetmading. U shunchaki eltov xizmatida ishlaydi, hech kim emas. Nima bo'lganidan qat'iy nazar, u meni taqdirimga yozilgan bo'lajak erim. Qizimni hayotini qutqarib qolganingizdan minnatdorman. Qizingiz shuhrat yillarida tug'ilgan, lekin 23 yoshida uni katta kulfat kutyapti. Kulfatni boshidan o'tqiza olsa, muammo boshqa uni ta'qib qilmaydi. Qanday himoyalansa bo'ladi? Afsuski bilmayman. Faqatgina taqdirida yozilgan inson unga yordam berishi mumkin. 23 yil kutgan va taqdirimga yozilgan insonni uchratdim. Aynan sen meni taqdirimsan. Mana pulni qayerdan olgan ekansan? Sen kabilar doim ayollar hisobiga yashaydi. Xiao, otam ham meni urmagan. Shuning uchun ham seni o'zingga keltirib qo'ydim. Sen birgina qo'ng'iroq va oilang bilan shartnomamiz tugaydi. Suchen juda ham ko'ngilchan odam. Sizlarga indamagan. Lekin men unday emasman. Yana bir ortiqcha gap gapirsangiz, gapingizga pushaymon qildiraman. Azizim, ularga qilgan ishim to'g'ri. Nega menga yordam beryapsan? Sen ketganingdan keyin mashinam portlab ketdi. Hayotimni saqlab qolding. Oho, yonimda pichirlashyapsizmi? Suchen, unutma, hali ajrashmaganmiz. Yan Shansheng, yaxshi ham eslatding. Ajrim uyi hali yopilmagan ekan. Yur, buni rasmiylashtiramiz. Men bilan ajrashib sevgilingni yoniga ketmoqchimisan? Sen juda boysan, a? Menga million ber. Yo'q, yaxshisi 3 million. O'shanda sen bilan ajrashaman. Yan Shansheng, chegaradan o'tma. O'sha pulni senga men beraman. Mana bu kartada 3 million bor. Buni ol-da, erimni tinch qo'y. Bilganingizni qiling. To'xtachi Yan Shansheng. Nikohdan keyin barcha pullarimni sarfladim. Uy oldim, mashina oldim, buni barchasi seni nomingga o'tkazib berildi. Hech qachon senga xiyonat qilmaganman. Onam o'lim yoqasida turibdi. Hamma pulni olish bilan birga tashqarida don olishib yuribsan. Yana pul so'rayapsanmi?
Mayli, bu pullarni olishing mumkin, lekin men foizlari bilan shu pullarni hammasini qaytarishga majbur qilaman. Barini tushundim. Xiao oilasi boshlig'i qarib qolgan, shuning uchun hukumat jangi boshlandi. Xiao Vanyer qobiliyatli bo'lsa ham, baribir u ayol kishi. Yeriga barini o'tkazib berishni mo'ljallashi mumkin. Shuning uchun undan vaqtinchalik foydalanadigan bo'lishi mumkin. Chindan ham Su Chen'da yigit Xiao Vanerga qanday qilib yoqib qolishi mumkin? Su Chen'ga o'xshagan insonlar Xiaolar oilasiga umuman munosib kela olmaydi. Bir necha kunda uni ko'ppakdek tashqariga haydashadi. Ana o'shanda ko'ramiz. Qasos olaman degan gaplari qayerga qolarkan? To'g'ri aytasan. Mayli, shu yerda to'xtating. Azizim, nimadir bo'ldimi? Xiao xonim, yordam berganingiz uchun rahmat. Qarz to'landi. Oramiz endi ochiq. Shuni o'zi yetarli. Va o'sha 3 millionni sizga qaytaraman. Yo'q, agar sen ketib qolsang, bobomning tug'ilgan kuni nima bo'ladi? Hamma qardoshlarimga yigitim bilan boraman deganman. Bobomni shaxsan tabriklashimiz kerak. Nima bu, hazilmi? Su Chen, iltimos sendan menga yordam ber. Mayli, faqat bu safar. Maylimi? Avval uni tinchlantirib, so'ng yuragini zabt etish kerak. Men Xiao Vanerman, go'zalman, pulim bor. Menga qaramasligi mumkin emas. Janob Son, mana shuni o'rab bera olasizmi? Shuni sotib olaman. Albatta. Bu bolakay avval omadi kelganga o'xshaydi. Endi asl basharasi ko'rindi. 3 yildan beri sota olmagan narsamni o'zi mana olyapti. Mana shu arzimagan narsani 10 mingga olasanmi? U 10 yuan tursa kerak. Bu buyimni sotsam, qaytarib olmayman. Ana bo'lmasa, sotuvchi ham buni hech nimaga arzimasligini bilarkan. Agar katta janob Xiaoga shuni sovg'a qilsak, odamlar ustingizdan kulmaydimi? Bunday bo'lmaydi. Endi faqat qolgan umrni emas, tanadagi og'riqni ham ko'ra olyapman. Shu bilan birga kasallikni bartaraf qila olaman. Bekorchi gaplarni bas qil. Muhimi pulda emas, e'tiborda. Hali unga turmushga chiqmadingiz. Darrov tomonini olasiz-a? Hozirda Xiao oilasida mavqeingiz unchalik baland emas. Bu bayram uni ko'nglidan joy olish uchun ayni muddao bo'ladi siz uchun. Demak, xonimni vaziyati og'ir ekan. Mayli, bugun oilada obro'ying oshishi uchun o'zim senga yordam beraman. Onamga bergan yordaming uchun minnatdorchiligim shu bo'ladi. Bizni Xiao oilamiz aynan shu yerdan Tabobotga sekin qadam bosib kelgan va ayni damda yurtimizdagi eng katta kasalxonalardan biriga asos solganmiz. Bugun uni 80 yilligini nishonlayapmiz. Xavotir olmang, biz tayyorlagan sovg'alar albatta ularni quvontiradi. Xavotir olmang amaki, biz doim birinchi o'rinda bo'lganmiz. Xiaolar oilasi asosimiz. Boshqa oila vakillari ham haddidan oshyapti. Ular qayerda? Dada, ularni kutib nima qilamiz? Faqatgina Xiao Vanyer qoldi. Bizga qarshi chiqa olmaydi-ku. Su Chen, men ham bobom uchun sovg'a olgandim. Uni ham olib olsak yaxshi bo'lardi. Mayli. Meni sovg'am ularga yoqmaganga o'xshaydi. Yaqinda baringiz lol qolasiz. O'tinaman, yordam beringlar. Sizlar tabiblar oilasisiz-ku. Yordam bering. Bu kunda bemor qabul qilmaymiz, keting. Yosh bola haqida gap ketyapti. Bir qarab qo'yaman. Ahvoli qanday? Juda ham g'alati. Aka, bir qarab qo'ying. Kasallik rivojlanib ketgan, organlarga ham ta'sir qilyapti. Hattoki janobim ham bunday kasallikni davolay olmaydi. Meni gapirmasa ham bo'ladi. O'tinaman, biror nima o'ylab toping. O'g'limni shunchaki o'lib ketishiga qarab turasizmi? Ya xudo. Xiao oilasi bedavolarni bemor qilib olmaydi. Davolayotgan inson o'lib qolsa, bizning obro'yimizga putur yetishi aniq.
Siz ham Xiao oilasidanmisiz? O'g'lim o'lyapti, uni qutqaring. Tanishuvning nuqtasi. Muammo shu yerdaga o'xshaydi. Bunga aminmisiz? Siz ham Xiao oilasidanmisiz? Yo'q, merosxo'r emasman. Hozirgi harakatim juda ham xavfli. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Mayli, javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman. O'g'lim o'ziga kelyapti. Bo'ldi, hayoti xavf ostida emas endi. Juda soz minnatdorman. Sizni ismingiz nima? Bir umr sizni duo qilib o'taman. Ismim Suchain. Minnatdor bo'lishga shoshilmang. Hayoti 1 yilgagina cho'zildi. Muammo bo'lmasligi uchun kasalxonaga olib boring. Azizim, kiradigan vaqt bo'ldi. Mayli. Xiaowanyer, bobomni 80 yilligiga erimni olib kelaman deb aytganding. O'sha ering shumidi? Nima ko'rmayapsanmi? Bu yigitni tanimaymiz-ku. Linchang oilasiga hammani taniyman. Seni emas. Badavlat oiladan emasman. Oddiy insonman desam bo'ladi. Xiaowanyer, diding rasvo ekan-ku. Topgan gadoyingni qara. Oy yigit, seni o'rning bu yerda emas. Oramizdagi farq yer bilan osmondek. Biz turli dunyo vakillarimiz. Agar Xiaowanyer yerga tegsa, merosdan bir qismi unga tegadi. Bu nikohga rozi emasman. Qanday qilib Xiaolor oilasi vakili oddiy bir insonga yerga tegishi mumkin? Mana bu yerda million bor. Xiao oilasini tark etinglar.